qilishimdan qat'iy nazar oxirigacha yetkazib, eng zo'r darajaga yetkazishni va eng zo'ri bo'lishni, shuning uchun ham yutqazishni yomon ko'raman. Meni taniganlar, jamoadoshlarim biladi. Har doim agar biron ish qilsam, har doim unda birinchi bo'lishni xohlayman. O'zbekistonni dunyoga tanitishga hissamni qo'shishim juda ham men uchun eng g'ururlanarli on. Albatta, muhtaram prezidentimiz Tokio Olimpiadasidan keyin mag'lubiyatimga qaramasdan menga kelajak bunyodkori unvonini bergandilar. Bu hozirgidek yonimda. O'shanda his qilgandim, muhtaram prezidentimiz menga ishonch bildirdilarmi, demak men buni oqlayman va kelajakni bunyod qilaman deb. Mana bugun prezidentimiz ishonchlarini oqlab kelajakni bunyod qildim. Bundan cheksiz minnatdorman. Prezidentimizga yana bir marta rahmat aytaman, chunki hech qaysi davlatda ayollarga bunchalik e'tibor, ayol sportchilarga bunaqa e'tibor ko'rmaganmiz. Sharoit yaratib berganlari uchun muhtaram prezidentimizga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Nafaqat o'zim nomidan, butun sportchilar nomidan, nafaqat menga, balki butun O'zbekistonga bular bor kuchi bilan yordam beryaptilar. Xudo xolasa bizga bildirgan ishonchini bundan keyin yana ham oqlaymiz.